Assalomu alaykum vatandoshlar, yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Charchamay turibsizlarmi? Xo'p, uzoq yaqindagi vatandoshlarga kimgadir xayrli kun, kimgadir xayrli kech va hokazolar. Mani ismim Ma'rufjon. Men 22 yildan beri Yevropada, Shvetsiyada yashab kelaman. Oldin Germaniyada ham bo'ldim. Xo'p, mana bu chiqishimdan maqsadim 22 yil bu yerda ishlagan bo'lsam, 13 yil armiyadan kelganimdan keyin O'zbekiston davlatida ishlab, tirikchilik qilib bola chaqa boqqanimdan biz kelganimizdan keyin SSR davlati quladi. Ya'ni tarqatib yuborildi. U qulab bir kishi urushib, buni nima qilgani yo'q. Ba'zi ma'lumotlarda aytishadiki, buni Karimov mustaqillikni bizga olib keldi deydi. Unday emas. Karimov SSRning tarqalishiga oldin qarshi bo'lgan. Negaki SSRning tarqalishi degan so'zni yolg'ondan ataylab uyushtirilyaptimi, o'zi bilmas edi. Bu davrda kimdir gapirsa, bunga o'xshagan narsalarni gapirsa, siyosiy javobgarlik bo'lgan. Bu ma'lumotlar noto'g'ri. Sizlarga o'qish kitoblarda aytiladimi, boshqami, meni xabarim yo'q. Biz SSR davrida o'qiganmiz. SSR davrida o'sha armiya harbiy xizmatga borganmiz va o'sha yerda boshqa millat vakillari bilan 15 ta respublikadan bir necha, nima desa bo'ladi, bir 30 dan ortiq millatlar bilan, 30-40 millatlar bilan biz bu yerda xizmat qilganmiz. Shu yerda bir buxanka nonni birga baham ko'rganmiz. Osh tuz bo'lganmiz, non tuz deymizmi? Xo'p, SSR davridagi osonchilik, yumshoqchilik va bir-biriga oqibatlik davrni biz undan keyin ko'rganimiz yo'q. Hamma adyolni o'ziga tortdi. Voy, biz undaqa ekanmiz, biz mustaqil ekanmiz, boshqa ekanmiz. U mustaqil u davrda. Biz mustaqil bo'lganmiz SSR davrida. Sal og'izga, tilga tiyibroq yurilsa bo'ldi deydi. Qornimiz ham to'q edi, o'z uyimizda oshinonimiz yeb, o'z bola chaqamiz bag'rimizda edi. Va topgan pulimiz, hamma narsamiz o'zimizga yetarli edi. Ba'zi chiqishlarni ko'rib turib, men hayron qolyapmanki, qorin uchun deydi, nima, sen deydi provokatsiya qilyapsan, sen o'zingni, millatingni, boshqangni deb gapirib chiqishadi. Qanaqangi millat to'g'risida gap ketyapti? Biron bir kishi kelib bizni millatimizga sen o'zingni o'zbek demagin deganmi? Sen o'zbekcha so'zlashma deganmi? Bunday narsalar bo'lmagan. Men bir ikkita videolarga ko'zim tushdi. Haligi videolarda men turibdi, men saqlab qo'yganman. Saqlanib qilib deysizlarmi? Saqlab qo'yganman. U yerdagi videolarda e'tibor qilib qarasam, o'sha masjid buzishayotganini ko'rsatishyapti-da. Xristianlar anaqasini buzganlar bor, to'g'ri. Lenin o'sha din afyundir degan, lekin Lenin borib turib qo'li bilan buzib bermagan u. Masjidmi, boshqa cherkovdir yoki boshqa din nimalarinimi. Uni o'sha yerning xodimlari o'zini qandayligini ko'rsatib berish uchun, ularning ham ichida bo'lgan-ku, o'ziga yarasha ateisti bo'lgandir, boshqasi bo'lgandir, partiyayligi bo'lgandir, shuni hisobiga tevaga ko'tarilgandir. Bu bilan partiyaylar dinsiz deganim yo'qman. Ularning ichida ham har bir yerda o'ziga yarasha bor. Mana misol, men dinni yo'q deyishiga qarshiman. Xo'p, Lenin o'shanaqa degan bo'lsa, demak u ham inson adashadi. Lekin Leninni bizni boshimizga bor-u. Alloh taolo jo'natgan-ku. Buni tushunyapsizlarmi? Alloh jo'natgan, sizlarga dinsizni jo'natayin, lekin bu tarafdan qaysidir tarafdan afzalligi bor. Hammani tavarish deyilindi. Господин degan so'z yo'qoldi. Hozir endi kimdir господин, kimdir anaqa, uzr, xafa bo'lmaysizlar, bir savol nima qilib turaman. Yosh katta bo'lgandan keyin shunaqa ekanda, ana 57 ga kirib
Misol qancha issiq sovug'ini ko'rdik, bola chaqamiz bag'rimizda bo'lmadi, shu yerdan turib o'ylab joyladik, har xil issiq sovuqlarni ko'rdik. O'zbekistonga bordirib o'sha har xil bizga ham o'ziga yarasha nima bo'ldi, olib ko'rib ham qo'yishdi, amallab hop deb nima bo'lsa deb chiqib keldik. Demokratiya so'zi qayerda qolyapti bu yerda? Hurmatli prezident, mana hozir sizga qarab turib aytaman-da, nega bizni yigitlarimiz, siz aytgan yigitlar blogerlik qilyapti? Hamma so'zini ochiq so'z ayta ololmayapti. Ichki ishlar bormi yoki boshqa xodimlar bormi? Mana prokuraturani yaxshilab gapirib turgan Otabek Hamidovni mana 3 kun oldin qamab qo'yishdi. O'zi u nima desa bo'ladi? U bola o'sha prezident aytganini, O'zbekiston prezidenti Shavkat aka Miromonovich gapirgan gapni o'ta chiroyliligi bilan yetkazyapgan edi-ku. Undan oldingi Sirojiddin Media mana bir oy oldinmi, ortiqroq bo'ldimi? Qamaldi u. Undan oldin ana u Do'stov qamaldi. Undan oldin mana Sattoriy qamaldi. Misolda Abduqodir Mo'minov qamaldi, Ko'zguni nimasi. Nimadir bahona topib, o'ylab topilinib qamalavyapti-ku bular. Arzimagan qandaydir bir $100 $200 ularni ochiqlikda ham ushlab turishmayapti. Yana imkoniyat berishmayapti. Ana odamni, norozi odamni rozi qilsang, o'sha mablag'ini topib berasanmi, qarz olib berasanmi, bankdan pul olib berasanmi, to'g'ri kelmayapti. Qani demokratiya aka? Sizga yuzlanamiz, biz boshqa kimga yuzlanaylik? Biz misol men shaxsan bloger emasman. Men shaxsan jurnalist emasman. O'ziga yarasha kerakli so'zlarni topa olmayapman men. Tushunyapsizlarmi? Balkim ba'zi bir so'zlarimni yaxshi ishlata olmasdirman. Lekin hozir hamma yog'ini hisob-kitob qilib, o'ylab ko'rib, mana Qizil imperiya deyishyapti. SSR davrini. Siz ham o'qigansiz-ku, hurmatli Shavkat aka Miromonovich. O'sha davrda. Birinchi prezident Islom Karimov ham o'qigan. U kishi ham adashmasam shu rus tilidami gaplashardi, o'zbek tilini yaxshi o'qib bera olmasdi u kishi ham. Qancha odamlar shu davrda qatag'on bo'ldi, boshqa bo'ldi, qamoqlarda, boshqalarda bo'ldi. Har xil holatlar kelib chiqdi. Bizda qachon tinchlik bo'ladi? Biz qachon bola chaqamizni bag'rimizga bosishimiz mumkinmi? Oilalarimiz parokanda bo'lib ketdi-ku bizni. Shu mustaqillik uchun. Haqiqiy vatan degan so'z qayerda ishlatiladi aslida? Bu vatan degani bu oilani ichi degani, birinchi kichkina vataning bu oilang bo'ladi. Inson uchun eng qadrlik, eng javobgarligini beradigan vatan o'sha oilani ichi bo'ladi. Qaysi davlatga ketishingdan qat'iy nazar, oilang seni bilan birga ketadi. So'rab qolish mumkindir. Qayerdansan desa, men O'zbekiston degan yerdanman. Xo'p. So'rasa, so'ramasa yo'q. SSRni singarin tinchlik, osoyishtalik, xalqlar do'stligi metroyimiz bor-ku. Bizda o'sha yer qimillashi hisobiga o'shalar kelib, butun xalqlar do'stligi kelib turib qurdi Toshkentni. Hamma bir-biriga o'zida chiqargan mahsulotini ulashdi, tarqatib, savdo yo'nalishini rivojlantirdi. Hozir nega yo'q? Hozir nimaga O'zbekistonimiz yaxshi bo'lsa, 35 yilda, mana siz kelganingizga salkam 10 yil bo'lyapti. 9,5 yil bo'ldi. Hozirgacha bo'lyapti. U qarzni olib kirilinganiga hisobiga qurilyapti. SSR davrida tekin uy, tekin meditsina, tekin o'quv jarayonlari, u maktabdir, u institutdir, universitetdir, akademiyadir, farqi yo'q. Tekin bo'lgan-ku. Odamlarni
Mana kim o'zi gapiryapti, ana qorning uchun yashaysanmi? Ha, qorning uchun yashaysan bu yerga. Qorinni deb turib sen dunyo uni yoqdan tushgansan jannatdan. Noto'g'ri narsani yeb qo'yilganigami? Shunday bo'ladimi? Xo'p, bu birinchi qism video. Men hozir buni to'xtatay, yana ikkinchi video qismiga ham o'tamiz yana.